Assalomu alaykum. Mana bu konversiya apparatlari qiziqarli bo'lsa sotiladi, ishlab turgan, toza ko'rishingiz uchun paket narsani hammasi ishlab turibdi. Ichida naborning hamma narsalari bor. Mashinani ko'rishingiz uchun отдельный dokumentlari, mana bu konversiya apparati ishlab turgan, o'zlari ishlab turibdi. Ishlatmaga usta bo'lgani uchun apparatlarni sotacaklar. Ko'rishingiz uchun sizlarda nechara apparat bo'lsa hamma narsa ustlari bilan yetadi dar. Shu duruşu, общий hamma narsasi. Shulanchalari обязательный. Charx dashlari bor. Bunda donkratlar, 2 xil donkratlar bor. Ko'rishingiz mumkin. Shu apparat hamma narsasi bilan sotiladi. Katta mashinalar uchun. Bunda esa kompressorlarimiz paket EPO kompressorlar. Bunda самодельный kompressorlar, самодельный nomer 1. Lekin atmosferasi vaqti kuchli. Shu narsalar duruşu общий komplekt sotiladi ekan. Kim qiziqarli bo'lsa, pastdagi nomerlar orasida egalari bilan kelishaverasiz. Bundan ulu kamazlarni o'chkilaydigan, kamerani o'chkilaydigan apparatlaridan biri. Shu общий hamma narsa sotiladi ekan, duruşu bilan. Shu общий bu konversiya apparatlari kim qiziqarli bo'lsa, pastdagi silkada nomerlarni qoldiramiz. Bemalol egasini urib, kelishib olaverasizlar. Bu yerda ishlatmagan odam bo'lmagani uchun hamma narsasini sotchaq ishlab turibdi, kelib ko'rishingiz mumkin. Egasi bilan gaplashasizlar, so'raysizlar, kelishib bemalol kelishtirib beraveradilar, xudo xolasa. Telefurganda Instagram yoki YouTube'dan ko'rdim desangizlar, xudo xolasa, chinni obradoniyalarni kelishtirib beradilar. Nima qiziqarli bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bir like urib berasizlar, qirsillatib. Obradoniyalar bilan hamma narsa sotiladi.